Samarqandda yangi temir yo'ldagi damba o'pirildi. Mas'ullar sababni suv sathining keskin ko'tarilishi bilan izohlamoqda. Samarqand-Urgut temir yo'li ishga tushirilganiga hali 1 yil ham to'lmagan edi. Loyiha taqdimotida temir yo'lni Zarafshon daryosi suv oqimidan himoya qilish uchun maxsus damba qurilgani asosiy afzalliklardan biri sifatida e'tirof etilgan. Biroq 3-iyul kuni Tayloq tumanidagi Do'stlik mahallasi hududida vaziyat keskin o'zgardi. Mana u rels suv ichida haylagan. Video tasvirlarda suv relslar ostidagi tuproqni yuvib ketgani, oqibatda temir yo'l izining bir qismi tayanchsiz qolib, poyezdlar harakati uchun yaroqsiz holga kelgani ko'rinadi. Daryo sohilining suv oqimi ta'sirida yuvilib ketishi temir yo'l liniyasiga jiddiy shikast yetkazgan. Yo'lning 23-kilometrida esa qirg'oqning kattagina qismi o'pirilib tushgan. Daryodagi suv sathi ko'tarilishi natijasida suvni oqim o'zani o'zgarib ketgan. O'zgargan natijasida temir yo'l tomonga asosiy suvning yo'nalishi kelganligi sababli yuvish kuzatilgan. 50 metr uzunlikdagi joy yuvilgan. Ayni paytda poyezdlar harakati to'xtagan.